Bularning razmeri birinchidagi, ikkinchidagi, uchinchidagi uzunligi 3 metr, tuxumlaydigan joy bor. Ikkala yonida jami 380, eniga 110, balandligi 1,5 metr. Ikkalasi yon atroflari ham MDF laminat bilan o'ralgan. Ikkalasini o'zimizga Namangan yangi qo'rg'on iskovatga tayyorlab berdik. Chetdan turib zakaz qilishganda, xudo xolasa buni ham bugun chiqaramiz. Bunisi esa yon atroflari setkali variantda bo'lgan. Buni ham ikkita yonida tuxumlaydigan joyi bor. Bunisini Toshkent Angiranga chiqaramiz. Mana juda ham chiroyli chit qafaslarimiz. Bunisi esa kaptarlar uchun mo'ljallandi. Razmeri uzunligi 1.40, eniga 1.10, balandligi 1.70 tomigacha. Oyoqlarda mana roliklari bor. Xohlagan joyingizga siljitib yursangiz bo'ladi. Bu yerda esa portichkalari, kaptarlar kirib chiqish uchun eshiklari 16 tuya joylashtirganmiz. Bu yerda qo'noq. Bunisi Jizzax viloyatiga chiqaramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, manzilimiz Namangan, Jidatepada joylashgan. Narxlar kelishilgan holatda pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.